Casadoning ushbu videosiga yaxshilab e'tibor bering. Bu yerda juda ham ashaddiy muxlislar, ya'ni zo'ravon muxlislar bilan Casado birgalikda chempionlikni nishonlamoqda. Bu videoda sizlarga Barselonaning zo'ravon va ashaddiy muxlislari haqida batafsil ma'lumot beraman. Qani Boysus Nois telba yigitlar 1981-yilda tashkil etilgan Barselona futbol klubining eng mashhur va zo'ravon muxlislar guruhi hisoblanadi. Ular dastlab Kataloniya mustaqilligini qo'llab-quvvatlovchi yoshlar tomonidan tuzilgan. Klub prezidenti Josep Luis Muñozga qarshi norozilik bildirganlar. Xo'p, tarixiy rivojlanishga kelsak, Boysus Nois dastlab Camp Nou stadionining janubiy tribunalarida o'tirishar edi. Keyinchalik shimoliy tribunaga ko'chirildi. Ular o'zlarining shiddatli qo'llab-quvvatlashi, shiorlari va ba'zan zo'ravonlik harakatlari bilan tanilgan. Ularning eng radikal bo'limi Casuals FCB boshqa muxlislar guruhlariga hujum qilish, narkotik savdosi va boshqa jinoyatlarda ishtirok etganlikda ayblangan. 2003-yilda prezident Juan Laporta ularning stadionga kirishini qat'iyan taqiqladi. Bu esa guruh bilan klub o'rtasidagi aloqalarning uzilishiga olib keldi. Boysus Nois a'zolari bir nechta jiddiy jinoyatlarda ayblangan. 1991-yilda ular Espanyol muxlisini o'ldirishda aybdor deb topilganlar. Shuningdek, 1991-yil 6-oktyabrda guruh a'zolari trans ayol Sonia Zafra va uning do'stiga hujum qilib, Soniani o'ldirishgan. 2021-yilda Ispaniya politsiyasi Boysus Noisning neonatsist rahbarini qo'lga oldi. Ular giyohvand moddalar savdosi, noqonuniy qurol saqlash va boshqa jinoyatlarda ayblanganlar. Hozirda Boysus Nois rasmiy ravishda stadionga kiritilmaydi, ammo ba'zi a'zolari hali ham o'yinlarga tashrif buyurib, o'zlarini namoyish qilishadi. Ular ba'zan boshqa muxlislar guruhlari bilan to'qnashuvlarni amalga oshirishadi. Klub va huquq-tartibot organlari ularning faoliyatini cheklash uchun choralar ko'rmoqda. Yana shunday ma'lumotlarni bilish uchun meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga yaxshi kayfiyat.